Haqiqiy erkaklar minadigan mashina. 700 ot kuchli pikapni eshitganmisiz? Bu Ford Raptor R, dunyodagi eng qudratli F150. U sport mashinalariga ham raqobat qila oladi. Bu oddiy pikap emas. 100 gacha 4,5 soniyada chiqadi. Bu tezlikni hattoki sportkarlar ham qila olmaydi. Menga yoqadigani Badja mod rejimi. Cho'lda, qum tepada, toshli hududlarda uchib yurgandek yuradi. Ayniqsa Buxoro, Xorazm cho'llariga juda ham mos mashina. Ichida Predator V8 dvigatel. Aslida Shelby GT500 dan olingan. Bu pikap sport mashina ham off-road uchun gibrid hisoblanadi. Old orqasida 40 dyuymgacha ko'tariladigan amortizatorlar o'rnatilgan. Mashina sakrasa ham, tushganda ham deyarli zarbani sezmaydi. Raptor R'ning ovozi shunchalik balandki, eng shovqinli Ford deb ataladi. Zavod qilganda atrofidagi odamlar vibratsiyani his qiladi. Maxsus Desert Runner testlari o'tkazilganda, u qumdan 160 km/soat tezlikda uchgan. Ford bu modelni aynan Ram TRX 702 ga qarshi chiqarib, uni pikaplar jangiga qo'ygan. Ichida massaj qiladigan o'rindiqlar, yana qarangda, Bang Olufsenning 18 kanalli audio tizimi, 12 dyuymli ekrani mavjud. Ya'ni office, sport car, off-road hammasi bittada mavjud. To'liq jihozlanganda Raptor R'ning narxi 150 ming dollardan oshib ketadi. Ba'zi superkarlarga ham teng. Ram TRX 702 Raptorning eng asosiy raqibi hisoblansa-da, Tesla Cybertruck 845 uchta motorli versiyasi tezlikda undan ustun, lekin klassik off-roadda Raptor R kuchliroq hisoblanadi. Agar sizda ham Ford Raptor bo'lganida O'zbekistonning qayerlarida mingan bo'lardingiz? Kommentarda yozib qoldiring.